Assalomu alaykum, hurmatli Samoptin chorva obunachilari, tinchmisizlar, omonmisizlar? Mana bugun sizlarga bo'g'oz qo'ylardan, ona bola qo'ylarni zo'rdan zo'r udalaridan ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'ylarimizga keladigan bo'lsak, qo'ylarimiz 3 oylik, 4 oylik, 5 oylikgacha tayyor, yelinlarini yarim qilgan, yelinlarini to'ldirgan bo'g'oz qo'ylar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'ishga bo'g'oz qo'ylar va birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'ishga tuqqan qo'ylar. Qo'ylarimiz soniga kelgan bo'lsak, soni cheklanmagan. Narxini aytib o'tishimdan oldin bitta obuna tugmasini bosing, orqasidan laykni qizartiring. Bosgan obunangizga afsuslamaysiz, chunki bunaqa arzon narxdagi qo'ylar faqat Samoptin chorvada bo'ladi. Qo'ylar narxiga keladigan bo'lsak, o'sha gap, aytilgan gap, otilgan o'q 4 million so'mdan bo'g'ozlarning narxi boshlanadi. 4,5 milliondan ona bolalarning narxi boshlanadi. To 5,5-6 milliongacha ketaveradi bu yog'i. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Aloqaga chiqaverasiz. Nega arzon deyishingiz mumkin. Bunaqa arzon narxlar faqat Samoptin chorvada.